Assalomu alaykum qadrli buxoroliklar. Bugun biz Buxoroi sharifda mo'jiza tantanalar majmuasida mana ukam, qadrdonim, haqiqatan ovoziga bir sehrli ovoz sohibi Rustam Fayziyev bilan birgalikda bir akamizni yaxshi kunlari farzandlarini bu sol oqshomida xizmatdamiz. Keling kuyovlarga, xalqimizga bir yaxshi niyatlarni tilab qo'yasiz. Akam bilan birgalikda bugun xizmatda inshaalloh to'y fayzlik bo'lsin, kelin kuyovlar baxtli bo'lsinlar. Yurtimizda ana shunday yaxshi kunlar bo'lsin, kelib akam bilan xizmat qilaylik birgalikda. Yaxshi kunlar qilinglar, go'zal to'ylar qilinglar. Rustam Fayziyev bilan darvozadan to'ylar muborak bo'lsin deyish ikkalamizga nasib ro'za aylasin. Xushomad et. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Qani, xonat qani? Har bir duoda so'raganim Xudodan, umringiz bu dunyoda uzoq bo'lsin onajon. Barchaga baxt yor bo'lsin, barchaga taxt yor bo'lsin, barchani jondan sevgan onalari bor bo'lsin. Siz boringning fayzi bor, muhtaramsiz onajon. Fayzingiz misli bahor mo'tabar siz onajon. Siz daraxt, biz mevamiz. Siz dengiz, biz kemamiz. Siz bor, buyuk elgamiz. Farzandmiz biz.